Assalomu alaykum va rahmatulloh. Birodarlar, bugun 26 dekabr jamoatimiz bilan Hudaybiya masjidiga kelganmiz ehrom bog'lashlik uchun. Navbatdagi umrasini qilishlikka yangi jamoatga. Rasululloh alayhisalomni tuya minganlar deb turib bir tuyani ashusheniyasini jamoatga ko'rsatib qo'ygani keldik. Juda ajoyib bo'lyapti. Mamajon, alayhis birodar. İşler yurgan ekanmiz a. Nasha bo'lyaptimi? Oldin tuya minganmisiz? Yo'q, birinchi marta. Qanaqa ekan? Mashalloh. Mana shu minishimizda oxirgi ham birisi. Ashuniya qanday? Juda zo'rda. Katta minganmiz ham. Aka qanday bo'lyapti? Alhamdulillah. Ashuniyasi boshqacha. Qarang, bu tuyalarni payg'ambar alayhisalom mingan deb bir minib qo'yaylik deb kelamizda aka. Qanday bo'lyapti? Zo'r. Mashalloh. Aka qanday? Hojaga qanday? Xolasi mana. Hoji aka qandaysiz? Yaxshi. Zo'r bo'lyaptimi? Mashalloh. Kelarish kerak.